Hozir biz mana shu futbolchilarni odamlar qay darajada tanishini bilib olamiz. Abduqodir Husanov. Menda yaqinda to'y bo'lyapti, 27-sida. Bu taniyman. Voy, rostdan. Abduqodir Husanov. Abduqodir Husanov. Kim edi? Abduqodir Husanov. Nima biladi Abduqodir Husanov? Taniymanmi? Husanov. Hoshimov? Hoshimov? Bizda Husanov ikkinchi anaqada o'ynadi. Abduqodir Husanov. Abdulqodir Husanov. Abduqodir Husanov. Abduqodir Husanov. Bu menimcha o'zbek emas. Masharip. Yo'q, emas ekan. Tanimadim biz. Media bu odam ismi. Jaloliddin Shomurodov. Masharipov. Hojiakbar Alijon. Mana Alijonov. Tilim uchida turibdi, lekin eslolmayapman. Hojiakbar aka. Yo'q, taniyman. Nasrullayevning ismi esimda yo'q lekin. Alijonov. Ismi nima edi? Oxirgi o'yinda gol urgandi. Abdulborim. Yo'q. Alijonov bo'ldi, familiyasi esimda edi. Alijonov. Jako. Nima edi? Shu gol urganda Jo'rayevmidi? Alijonov, Bilmayman. Yo, buni вообще. Tanimayman. Bunisini bilmadim. Tanimadim. O'zbekdan faqat ikkitasini taniysiz, Abbosni, o'shani. Men точно eslamayman lekin. Bilmadim. Lutfullatovga o'xshatdi, lekin o'zlari emas. Ya, buni вообще tanimayman. Okamiz uzun tanimaganimiz uchun lekin yaxshi gol urdi. Abdullayevmi? Tanimayman. Real Madriddan ko'rsatamiz. O'zinglar bilmaysiz.